Qancha 9.100.000 so'm. qarz olyapsan, to'g'rimi? 9.100.000 so'm qarz olyapman. Aha. Ming Qarzimni qancha muddatda qaytaraman? so'm. Bir narsa tiqib invalidmi bu? Olib kelaymi boshqa? Ya mana amalga Yozyaptimi endi? qarz olyapman. Necha oy muddat? 2 oy muddatga. Oyni ham yozgin, 2 oy masalan, muddatga. keyingi oy, bundan Muddatga. keyingisini. Olyapman. Qaysi oy? Hozir olyapman. Aprel oxirida yarmi may oyida Hammasini berib bugun. yarmini Nega yarmini nechiga bo'lmasam aprel uni? oxirida yarmini, may oyida yarmini. Yo'q. To'liq Oxirgi oying qutulish bo'lmaydimi? Yo'q. shu may oyida aprel. Yo'q, yana yarim berasanmi? Yo'q, to'liq. To'liq 2 oy ichida qutulmoqchiman degan. Bo'ldi. To'liq 2 oy ichida To'lab beraman. to'lab beraman. Tak, Bugungi chislo tilxatni o'z qo'lim bilan yozdim deysan. 03/2025. Tilxatni o'z qo'lim bilan yozdim. Bo'ldi.